yo'lbars yoki sher. Bu nafaqat ikki yirtqich hayvon qarama-qarshiligi, balki o'zlari yashaydigan hududning haqiqiy o'lim mashinalarining qarama-qarshiligidir. Sherlar tabiatda hayvonlar qiroli va ularning butun umri deyarli jang maydonida kechadi. Imperator yo'lbarslar tabiatan yolg'iz yashovchi yirtqichlar. Shuning uchun ham ular o'ta tezkor, ayyor va tajovuzkor yirtqichlar. Xo'sh, agar bu ikki yirtqich bir-biriga qarama-qarshi kelsa, ularning qaysi biri kuchliroq? Assalomu alaykum qadrdonlar. Ayni daqiqalarda ko'rayotganingiz hammaga qiziq kanali va o'zingiz sezib turganingizdek, bugungi videoroligimizdagi so'z hayvonlar qiroli sherlar hamda imperator yo'lbarslarning o'zaro qarama-qarshiligi haqida bo'ladi. Videoroligimiz hamda kanalimiz rivoji uchun o'z do'stona laykingizni ayamaysiz degan umid bilan biz bugungi videorolikni ham boshladik. Yo'lbarslar hamda sherlarning qarama-qarshiligi haqidagi savol o'rtaga tashlanadigan bo'lsa, hammaning o'ziga yarasha fikri mavjud. Kimdir o'z ko'zlarim bilan ko'rganim desa, kimdir o'z quloqlarim bilan eshitganim deya o'z fikrini oldinga suradi. Lekin bir narsa barchamizga ayonki, har ikkala yirtqich tabiatan o'ta ulkan va o'ta tajovuzkor. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, bu ikkala yirtqich yashash hududidan kelib chiqib, yovvoyi tabiatda deyarli bir-birlariga qarama-qarshi kelishmaydi. Lekin turli qo'riqxonalar yoki sirk qafaslarida bu ikki ulkan yirtqichlar o'rtasida jang tez-tez uchrab turadi. Albatta bunaqa janglarning asosiy boshlovchisi, tajovuzkori odatda sherlar. Ko'pgina kuzatilgani, odatda yo'lbarslar sherlarning oldida o'zlarini biroz bosiqroq tutishadi. Lekin agar sher hujum qiladigan bo'lsa, ular hech qachon ortga chekinishmaydi. Xo'sh, haqiqiy jangda bu yirtqichlarning qaysi biri kuchliroq va hayvonlar qiroli nomiga munosibroq? Keling avvalo sherlar va yo'lbarslarni jismoniy va intellektuallik jihatdan afzalliklarini solishtirib ko'ramiz. Ulkan va vajohatli ko'rinishga ega sherlar tabiatan hayvonlar qiroli va bu yirtqichlarning deyarli butun hayoti haqiqiy jang maydonida o'tadi. Shu sababdan ham sherlar tabiatan juda baquvvat, chidamli va bu yirtqichlarda jang san'ati ham anchagina kuchliroq. Yo'lbarslar esa jungli o'rmonlarning yolg'iz yashovchi yirtqichlari. Jamoaviy hayot kechiruvchi sherlardan farqli o'laroq, jangda ham, ovda ham yo'lbarslar faqatgina o'z kuchiga ishonib harakat qilishadi. Aynan shu sababga ko'ra tabiatan bu mushuksimon yirtqichlar o'ta yashirinkor, tezkor va ishonib bo'lmas darajada tajovuzkor bo'lishadi. Vajohatli sherlarning jismoniy afzalliklariga to'xtaladigan bo'lsak, bu ulkan mushuklarning vazni 250 kilogrammgacha, ularning yerdan balandligi 1,25 sm gacha, tanasining uzunligi esa 2,5 metrgacha yetadi. Shunaqangi bahaybat yirtqichning tezligi esa soatiga 65 kilometrgacha yetishi mumkin. Bu hali hammasi emas do'stlar. Bundan tashqari hayvonlar qirolining arsenalida uzunligi 8 sm gacha yetadigan xanjardek tirnoqlari va xuddi shunaqa razmerdagi qoziq tishlari ham mavjud.
Bu yirtqichlar jag'larining tishlash kuchi esa har 1 santimetr kvadratiga 45 kilogramm bosimga ega. Haqiqatda dahshatli yirtqichlar. Shunday emasmi, do'stlar? Imperator yo'lbarslarga keladigan bo'lsak, diqqat qiling. Bu yirtqichlarning tanasining uzunligi 3 metrgacha, yerdan balandligi 1,20 santimetrgacha, vazni 350 kilogramm, ba'zida undan ham oshiqroq bo'ladi. Bundan tashqari bu bahaybat yirtqichlar uzunligi 10 santimetrgacha yetadigan dahshatli tirnoqlar va xanjardek tishlar bilan ham qurollangan. Yo'lbarslar sherlarga nisbatan anchagina chaqqon hayvonlar bo'lib, ular soatiga 75-80 kilometrgacha tezlik bilan harakatlana oladi. Biz sherlarni dahshatli yirtqichlar degan edik, lekin yo'lbarslarni ta'riflashga til ojiz. Xo'sh do'stlar, keling endi xulosaga o'tsak. Tabiatan yo'lbarslar sherlarga nisbatan anchagina ulkanroq, og'irroq va chaqqonroq. Va bu ulkan yirtqichlarning birgina zarbasi hattoki ulkan buqani ham yiqitish qudratiga ega. Jangovar mahorat, chidamlilik va hech qachon ortga chekinmaslik esa sherlar tarafida. Yo'lbarslarning jangdagi yana bir qulayligi, ularning orqa oyoqlari juda baquvvat bo'lib, bu yirtqichlar orqa oyoqlarida bemalol tik turib, oldingi oyoqlari bilan raqibiga qaqshatqich zarbalar bera olishadi. Sherlar esa haqiqiy strategik jangchilar bo'lib, ular qaysi paytda qanday harakat qilishni juda yaxshi bilishadi. Sherlarning jangdagi yana bir qulayliklari, ularning bo'ynidagi uzun yollari jang vaqtida o'z egasini raqibining qaqshatqich zarbalaridan juda yaxshi himoya qila oladi. Aziz hammaga qiziqning bir-biridan zukko kuzatuvchilari, siz qanday fikrdasiz? Ushbu ulkan mushuksimon yirtqichlarning qaysi biri jangda kuchliroq? Siz albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, biz esa o'z fikrimizni aytib o'tamiz. Albatta tabiiyatan ulkanligi va jismonan baquvvatliligi, epchilligi bilan bu jangda yo'lbarslar sherlarga qaraganda biroz ustunlik qilishadi. Chunki barchamiz yaxshi bilamizki, barcha turdagi janglarda jismoniy og'irlik va ulkanlik asosiy rolni o'ynaydi. Lekin o'zining o'ta chidamliligi va mohir jangchiligi bilan sherlar ham yo'lbarslarga juda yaxshi raqib bo'lishi bu aniq. Bu ikki ulkan yirtqichlarning dahshatli qarama-qarshiligidan shuni xulosa qilish mumkinki, biror bir qafas yoki xonada to'g'ridan-to'g'ri yakkama-yakka jangda ulkan yo'lbarslar sherlarga hech qanday imkoniyat qoldirmaydi. Lekin agar bu yirtqichlar o'rtasidagi jang yovvoyi tabiatda bo'ladigan bo'lsa, bunaqangi holatda sherlar albatta o'zining jangovar mahoratiga tayanib, yo'lbarslarning imkoniyatlarini cheklab qo'yishi va ularni ustidan g'alaba qozonishi hech gap emas. Bu ikki ulkan yirtqichlar o'rtasidagi qarama-qarshilik bir necha asrlar davomida insonlarni qiziqtirib kelgan. Masalan, qadimgi Rimda ham bu ikki ulkan yirtqichlarni turli arenalarda insonlar bir-biri bilan juda ko'plab jangga tushirishgan. Bu dahshatli janglarning natijasi esa har 10 ta jangning 6 ta yoki 7 tasida yo'lbarslarning qo'li baland kelgan. Qolganlarida esa hayvonlar qiroli yo'lbarslar ustidan g'alaba qozongan. Do'stlar, yana bir bor takrorlab o'tamiz. Bu biz yiqqan ma'lumotlardan qilingan bizning shaxsiy xulosamiz. Siz esa o'z fikringizni albatta kommentariyalarda yozib qoldirasiz degan umid ila bugungi videorolikimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarimizgacha sihat salomat bo'lishingizni yolg'iz yaratganning o'zidan so'rab, siz azizlarga demoqchi bo'lganimiz, hammaga qiziqda qoling. Bundan-da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.